va qanday multfilmlarni ko'rishi mumkin. Umumjahon psixologlar va olimlari tomonidan tavsiya etilgan hozir men sizlarga bir qancha o'yinlar va multfilmlar haqida tavsiya etmoqchiman. Eng birinchi navbatda musulmon aqliga to'g'ri keladigan Rara va Nusra multfilmi. Bundan tashqari Trikota rossiyalik multfilm personajlari orqali tashkil qilingan. Bundan tashqari Vulfo multfilmi. Bu ingliz multfilmi hisoblanib, bunda ham Vulfoda ham juda ham ko'p oilaviy munosabatlar qadriyatlar tashkil qilingan. Endi o'yinlarga keladigan bo'lsak, bolani aqliy va jismoniy rivojlanishi, ko'proq xotirasini, ko'proq diqqatini jamlashi uchun bolani shakllantiruvchi o'yinlar mavjud. Ya'ni rus tilida развивающие игры nomlanadi. Ko'proq buni App Store va Android telefonlarida Play Market orqali yozib olish mumkin. Yana keyingisi o'yinlarning eng qizig'i bo'lgan, bundan tashqari Oxford olimlari o'zligi o'ylab topishgan bir qancha o'yinlarni men hozirga yuklab, rasmlarini qo'ymoqchiman. Shu o'yinlar bolani diqqatini oshirishga 2ta farqni top, 4ta farqni top deb nomlangan o'yinlar bor. Yana bolani ko'proq o'yinni o'ynashi uchun kuxnya o'yini, oshxona bilan bog'liq bo'lgan o'yinlar. Bunda qiz bola bo'ladimi, o'g'il bola bo'ladimi? Biron bir mushukchani misol uchun Tom deb nomlanadi va Tomni